خيرا تعمل شرا تلقى، هل أخطأ فيها من نطقا؟ خيرا تعمل أجرا تلقى، من أعطى لله وصدقا. خيرا تعمل شرا تلقى، هل أخطأ فيها من نطقا؟ خيرا تعمل. Bismillahirrohmanirrohim. Alloh taolo marhamat qiladi. Allohga qilgan qurbonliklaringizni go'shtlari ham, qonlari ham yetmas. Lekin u zotga sizlarning taqvolaringiz yetur. Bugun 2026-yil 23-may kuni Imom Buxoriy vaqfi yordamiyla Andijondan Jasurning $3950 ehsonlariga, G'azo shimolidagi sabrli va ko'chirilgan oilalarga go'sht tarqatmoqdamiz. G'azo ahli qattiq ocharchilikni boshlaridan kechirayotgan bo'lsalar-da, sabr bilan, savob umidida va Alloh taologa bo'lgan ishonch bilan matonat ko'rsatib hayot kechirmoqdalar. Alloh taolodan ushbu xayrli amallarni qabul qilishligini so'raymiz. Ehson qilgan barcha saxovatli insonlardan Alloh rozi bo'lsin. Ularning qilgan har bir yaxshiliklari uchun ajrlarni bir necha barobar qilib bersin. Alloh taolo ularga sog'lik, ofiyat, baraka va muborak kunlarda ko'plab yaxshiliklarga muvaffaq qilsin. Barchalaringizdan Alloh rozi bo'lsin. هل أخطأ فيها من نطقا؟ خيرا تعمل أجرا تلقى، من أعطى. لا تحقر معروفا واعمل ما تستطع، معروفك يبقى، يدفع سوءا يجلب رزقا، وبه عند الله ستلقى. إن تطلب ما عند الله ستلاقيه أجل وأبقى، والله سيكرمك بفضل وعطاء من ربي. لا تسقي الناس سوى خير، فكما تسقي فغدا تسقى. لا تحقر معروفا واعمل ما تستطع، معروفك يبقى. تعمل شرا تلقى، هل أخطأ فيها؟ تعمل أجرا تلقى، عن دنيا إن ترحل يوما ذكرك بالخيرات سيبقى. من يصنع يوما معروفا من خطر أو شر يوقى. لا تستصغر